Assalomu alaykum. Mana Xudoyim bersa, Nazgum Ünkiri Uyg'urning qahramon qizi Nazgum Ünkiri mana mashalada panalagan. Mana shundaq davan ishib, tag'lardan ishib, mana mashani makan tutgan. Mashaga hozir biz sayohatga keldik. Assalomu alaykum Shavkat, qanday yaxshimi adash? Mana biyaga kelganlar armonda, kelmaganlar armonda. Armoninglarni mashalarga kirib amalga oshiringlar qarindoshlar. Mana mayaqtindaqchisizlar. Buni mana qorshab yasigan hurmatli bir akalarimiz, shularga Alloh rozi bo'lsin. Mana shu yo'llarni mana qaranglar qarindoshlar, bizning Uyg'ur tarixining o'chmas izlarini qoldirgan shu Nazgum. Mana mayalada biz kichik vaqtlarda masalaga tushatdik. Mana Nazgum Ünkiri ana ko'ringlar mana ana yaxshi elning balisi xarab bo'lur, qul bo'lmas deydi maqoli. O'z hayotini, vatanining sha'ni va ozodligi uchun qurbon qilgan Uyg'ur xalqining qahramon qizi Nazgum 1800-yili 1830-yili mana 30 yosh Manjur Xitoy bosqinchiligining takvididan mushu Ünkirni panalagan edi deydi. Ana qara qanchachilikka? 800-yil. Ha. 830-yilmi? Shoqda o'lgan? Ha. Tağdan tushgan 4 atliq, 4lisi bo'z atliq, 4 atliqning ichida mening akam Sumbatliq degan bir qo'shoqlar bo'lgan-a? Yoz aytishga. Nima? Mana bu mana mashundaq biya. Bu bizning mangulik tariximiz qarindoshlar. Burun biz kichik vaqtlarda maylarda sular tamchilatdi, deymi. Sular tamchilagan vaqtida bizda qo'yatdik